Assalomu alaykum to'rdagi barliq roman anglag'uchi do'stlar. Biz Abdumid G'ocha Abdulla Qaraqash yozgan Zulmatlik tuproq degan romanni o'qishni boshlagan edik. Oldingi qitim o'qishimizda Wall Street ko'chasining bugungi alayda bir faoliyat uchun odamlar dengiziga aylanganligi, Muşu tapның özdə 5 burcaklik binadaki bexatarlik işxanasida Dövlət İşləri katibi, Dövlət Müdafiə Ministerliyi, Mərkəzi Axbarat İdarəsidəki mühim şəxslərinin bugünkü fəaliyyət toğruluq ciddi müzakirə elib beriyotgan yeri kep toxtagan edik. Əmdi davamını oquymiz. Boptu, bunu qo'yib turayli əpəndilər. Hazırkı məsələ meydanın bexatarlik məsələsi. Qini, mutaxassislaringizning yangi fikrini anglab baqay. Müdafiə Ministri Hakkir salmoq holda bexatarlik ishxonasining mas'uli Mayor Mixailga qarab buyruq qildi. Bu qitim prezident va uning xonimi birla vaqtda maydonga chiqdi. Uning ustiga maydonda yig'iladigan odamlarning soni ko'p. Atrofdagi uchuqchilik doira bek cho'ng, bexatarlik darajasi tuvan. Shuning uchun biz eng zo'r tirishchilikni ko'rsatdik. Birinchidan, Vol ko'chasiga tava barliq yer osti yo'llari, har xil tonellar, avraz, gaz yo'llariga bo'lgan tekshirish, qorovullik kuchaytirilib, yer ostidan bo'ladigan xavf yo'qitildi. İkinchidan, yer yuziga nisbatan aslida ko'cha maydonga o'rinlashtirgan puxroch kiyingan alayda xodim 1500 edi. Marshalning oqshomgi xabariga asosan yana 1,5 mingni ko'paytdik. Pəmimcə hazırın özdüla meydan koçalardaki barlıq kişiler hazır qolumuzda bar bolğan ən ilğar rentigillik sınakırlaşdan ötüp boldu. Bu xil sınakırlaşda kişilərinin yoşurun ilip mağan jingna çoğunluğudaki hər qandaq metal cismini bilgili buludu. Demək, meydan işçidin yoki koça işçidin qatilinin qol silish mümkünçiligi tügütilidu. Üçüncüdin, meydan hava boşluğu kiçik köləmdeki qoğdunish sistemasiga kirgizildi. Bu xil sistemada meydan yüzü hava boşluğida ovoz sur'atidan tez yuriyotgan yoki uningdan tuvan tezlikdagi tuxum cho'nlig'idagi har qanday jism radar sistemasiga tushish bilan birga qo'g'dinish sistemasi tarafidan vayron qilinadi. To'rtinchidan, xavfning kelish ehtimolligi yuqori bo'lgan atrofdagi joylarga qarab boqayli. Bizga besim akalgini dal mushu binolar. Qizg'in so'zlayotgan 40 yoshlar chamisidagi bu vijik odam Amerika terrorlikqa qarshi ichki qatlamidagi Delo analiz atisi deb nom olgan talantli shaxs Mayor Mixail bo'lib, garchi u amalliq ishxonasining oddiy bir a'zosi bo'lsa-mu, biroq uning terrorlik, qotillik razvedkasi to'g'risida yozgan ba'zi maqola kitoblari Yevropadagi dangli saqchi universitetlarida yili ham darslik qilib o'tilyotdi. Şuna u Amerika hökumətinin etibarlıq göhiri hesablanatdı. Hatta Prezident Nixonmu bu kişiге alayda hürmet bildiretdi. U gap qilayotganda muzokiradagi barliq xodimlar boshqacha zang qo'yib angladi. Mixail kichik ekrandagi osmon palak binolarni ko'rsatib turib, so'zini davomlashtirdi. Prezident söz qildigan sahnaning kayni o'ng so'l ikki tarafi shundaqla usti o'q o'tmas aynakdan yasalgan yo'tkima tam bilan bezaldi. Shundaqdimi sahna yuzi alohida cho'ng. Oldi tarafdan keldigan xavfni azaytish uchun bizda hozir bor bo'lgan eng ilg'or yiroq musofirlik qurol o'qining eng yiroqqa berish oraliqi 2000 metrga yetish o'lchamiga asosan, shundaqla bugungi shamol kuchi va yo'nalishni ko'zda tutib, mushu doiradagi barliq binolarni nishonga kirgizdik. Soat 10 ga yaqin zo'r ko'lamlik aqtirish, tinitish xizmati davom bo'ladi. Mundaqcha aytganda bu binolarning har bir darajasiga birdan alohida qism askari o'rinlashtirildi. So'zim tamom apandilar. Nahayat yaxshi qipsiz Mixail. Sizni qo'llayman. Haras, turma boshlig'i Haykir. Hiliqi Tejimal apandingizga opirib bergan maydonga munosabatlik materiallardan javob kelmagandu, dedi Davlat Mudofaa Ministri Hakkir jiddiy talaffuzda. Yo'q, ministr apandi, texchi javob yo'q. Marshal Haykir tushib ketgan beshini ko'tarib duduqlig'incha javob berdi. Bo'pti, hech qisi yo'q. Ministr salmoqlik bilan o'rnidan turib, yinidagi Mayor Mixailning qo'lidan tutdi. Ondan samimilik bilan aytdi.
Bu Amerika tarixidagi eng zo'r qo'g'dash harakati ham bizning vatan oldidagi bosh tortib bo'lmaydigan burchimiz. Hamma ishlar aytganingizdek bo'lg'ay ilohim. Sizning g'albingiz bizning g'albimiz. Shundaqla Amerika xalqining g'albisi. Qadrli mayor, vatanning kelajagi sizning qo'lingizda. Tangrim Amerikani o'z panohida saqlaydi. Siz bizning faxrimiz Mixail. Mudofaa ministri Hakker tulib taşqan ishonch bilan Mixailning mo'risini qo'sh qo'llab tutib turib, uningga madad berdi va so'rinni oxirlashtirdi. Tushga yaqin kishilar borgan siri ko'payishga boshlab, maydon texmi avatlashdi. Sahnada o'rindildigan naqshi musiqa atirtining sho'x yiqimliq kuylari butun maydon ahlini o'ziga ram qilib olib, cho'ngidan kichikcha hammasi musiqa dunyosiga g'arq bo'lib ketgan edi. Faqat taraf-tarafdan kelgan muxbirlar laqquliqlarini ko'tarishib, nutuq sahnasi tarafda ala to'pul mingishib yurishatdi. Prezident keldigan vaqtmi bulay deb qoldi. Prezident oxiri keldi. Muzikaning o'rnini necha ming ommaning ich-ichidan yog'dirgan qizg'in guldiras alqish sadolari bir oldi. Osmon zamin alqish isqirtishlardan titridi. Prezident vazifaga o'tirgan necha yildan beri Amerika jamiyatida ishsizlik azaytildi. Bulupmu mal bahası muqim bo'ldi. Yaşanğanlarning beqilish masalasi unumlik hal qilindi. Zahar atkaschilikka qarshi turish harakati tarixdan buyanqi eng yuqori saviyada bo'ldi. Xalqaradagi o'z xalqini o'zi qonliq bostirishga ko'nib ketgan jallodlarni tozalash ko'rishiga Amerika o'zi bosh bo'lib qatnashdi. Ham zo'r g'alabaga erishdi. Urush chiqimi ko'rinarlik azaytilib, urushda qurbon bo'lgan harbiylarning nafiqa pulini ko'paytirish, ularning oila tavobatlarining turmushi kapolatga ega qilinish jihatlaridagi bir qator masalalar yaxshi hal qilindi. Prezident xonimi bilan mashindan tushdi. Alqış sadası texmo avjiga chiqdi. Ular maydondagi avomga xuddi yiroq safardan qaytib kelgan ata o'z bolalari bilan quchoqlashib ko'rishishga tashna bo'lgandek, yiqimliq kulimsirab avomga qonmay qaraytdi. Qonmay kulimsiraytdi. Qonmay qo'l pulanglatdi. Ular yangi to'y qilgan xotinlardek qo'l tutishqinicha nutuq sahnasiga qarab mangdi. Chavak to'xtaydigandek emas edi. Prezident kelinchakning qo'lini qo'yib etmasdan mikrofonning oldiga keldi va qo'lini egiz pulanglatib, maydondagilarga hurmat bildirgandan keyin xonimining peshonasiga suyib qo'ydi. Xonim kulimsirganicha kayniga sal yinib turdi. Prezident maydon ahliga qarab so'z boshladi. Azizlerim, tushliginglar xayrlik bo'lsin. Qimmatlik vaqtinglarni olganimdan to'liq xijilman. Yana qizg'in guldiras alqish sadolari yangridi. Prezident kulib ketdi. U bu qitim so'zining beshida "Hurmatli xonimlar, apandilar" degan so'zni ishlatmadi. U ikki qo'lini asta chiqarib ularga tashakkurini bildirgandek, ularga qaratib pulanglatdi. Andin so'zini davomlashtirdi. Bugun har qaysingizlar bilan quyosh kabi qadrlik ham suyumlik bo'lgan Amerikaning ulug' bayrog'i ostida o'xshash bir maydonda, o'xshash bir havodan nafas ilayotganligimdan o'zimni to'liq baxtli his qilaman. Alqish chavaqlar tadrijiy bisiqib maydondagi minglagan, 10 minglagan tashna ko'zlar prezidentga tikildi. Prezident so'zni davomlashtirdi. Dana aytilgan dabdablik so'zlar kishilarning yurak tarisini chekib, ularni cheksiz hayajonga selayotgan paytda maydonga yaqin joydagi amallikni qo'g'dash ishxonasining qo'mondonlik mashinasidagi 10 necha xodim xuddi hozirning o'zida atom bombasi portlaydigandek jiddiy holatda xizmat qilyotdi. Ular uchun eng muhimi bu nutqning mazmuni bo'lmasdan, balki nutqning balduroq tugab prezidentni 5 burjaklik binoga amon eson qaytirish edi. Kontrol supasida quloqiga tingshug'uch taqib olgan alohida xodimlar oldidagi kompyuter ekranidan ko'zni uzmay atrofga o'rinlashtirilgan maxfiy ham oshkora qarovullar bilan to'xtamay aloqalashadi. Mashina ichi xuddi paychik bozordek qizib ketgan bo'lib, 3-nomerliq sun'iy hamrohdan kelgan signal yaxshi emas. 7-siga almashtiring. 18-bino javob qaytiring. Ha, yaxshi. 6-bino javob qaytiring. Yaxshi, javob qaytiring. Yaxshi, degandek ovozlar mashina ichini bir olgan edi. Har kim o'z ishi bilan aldirash edi.
Faqat bu qitimqi qo'g'dash vazifasiga mas'ul bo'lgan mayor Mixail qo'lidagi qalamni tishlagunicha pat-pat qo'l soatiga qarab mashina ichidagi tor yo'lda uyan-buyon mang'atdi. İşlar normal ketayotgan bo'lsa-mu, lekin mayor yanala jiddiylashganidan soatiga qaraydi. Vaqt uningga umrida tunji qitim keyniga mengayotgandek bilindi. Doklad mayor, 4 bal sharq shamili, kuchish ehtimolligi zo'r, dedi havo rayiga mas'ul xodim gapni qisqartib. Bayamtixi 2 bal edi-ku. Shundaq mayor, lekin shamol kuchi borgan sir kuchayotidi. Hozir 5 balda turaqlashdi. U nanqipilarning havo rayi mo'lchari qandaqdi? Davlatlik havo rayi idorasi ta'minlagan eng yangi mo'lchar 2 bal sharq shamili edi mayor. Mayor jiddiylashdi. Annangni nutq tugashga yana qanchalik qoldi? Taxminan 1,5 minut. Mayor Mixail yandagi durbuni ilib darhol mashinadan tushdi-da, chimchiloq barmog'ini og'zida ho'ldab, qo'lini egiz ko'tardi. Ondan shamol kelayotgan tarafdagi binolarga durbun bilan qarashga boshladi. Ishlar uningga normaldek bilindi. U durbunni ko'zdan ilib mashinaga chiqishga tamshaldi. Biroq ko'ngli bir narsani sezgandek bo'lib, keyniga o'rilganicha durbunni nihoyatda tezlikda ko'zdan egilib, bayam qargan tarafga qayta qaradi. Durbunning poqiroq bir jup ko'zi shamol kelayotgan tarafdagi bir jup qo'shmoq binoga tikildi. Bu bir jup qo'shmoq bino maydonga eng yiroq binolardan bo'lib, biri maydonga 1,5 ming metr yiroqlikda bo'lsa, yana biri maydonga 2,000 metr yiroqlikda edi. Ko'z bilan qaraganda 2 bino xuddi qo'shmoq binodek yoki bir butun sipil tomdek ko'rinatdi. Durbun bilan sinchilab qaraganda, ondan 2 binoning oraliqidagi 1 metrcha bo'shliq borlig'ini ko'rgili bo'ladi. Ammo mayorning diqqati bu 2 binoda emas, balki 2 binoning oraliqidagi bo'shliqda yer yuzidan aran ko'tarilib turgan bir munorda, ya'ni 2 binodan sal yiroq joydagi qadimiy cherkov munorida edi. Uning yuragi qartta qilib qoldi. Gerçi bu cherkov munori bu qitimqi qarovullik o'rinlashtirish planidan chiqarib etilgan bo'lsa-mu, ammo hozirgi shamol yo'nalishi ham shamol kuchi mayorning planiga foydasizdek bilindi. U jiddiy buyruq qildi. Nishon bilsin cherkovi, yer yuzi ham havodan darhol harakatga kelsin. Buyruq tugamasda bo'shliqda vazifa o'tayotgan bir qancha tik uchar aeroplan yo'linishni cherkov tarafga o'zgartdi. Olam bo'shliqidagi sun'iy hamrohlarmo sekund ichida nishonni cherkov munoriga qaratishga boshladi. Cherkovga eng yaqin joydagi alayda qism chaqmoq tezligida harakatga keldi. Prezident hali ham nutqini davomlashtiryotdi. Minglagan bolalar bizga telmirmoqda. Ular to'yg'idek tamoqqa muhtoj bo'lmoqda. Shundoq istibdodlar texi yo'qolg'ini yo'q. Minglagan onalar ashu istibdodlarning zulmi tufayli kechasi texi aromida uxlag'ini yo'q. Ularning ko'z yoshi daryo bo'lib oqmoqda. Adolatsizlikka qarshi turish, nomrodlikqa qarshi turish bizning mangulik shuarimiz. Biz ko'z yoshimiz bilan emas, amaliy harakatimiz bilan kurash qilg'uvchilarmiz. Mana bu Tangrining biz Amerikaliklarga bergan huquqi. Nutuq mushi yerga kelganda maydonda guldiras olqish ko'tarildi. Nutuq texi tugimiga edi. Prezident Nixon oldi tarafdan kelgan illiq shamoldan cho'nqur nafas olmoqchi bo'ldi. U bu shamoldan xuddi qandaqdir bir xil xush puroqni topgandek, ko'zni yerim yumib osmonga qarab illiq kulimsiradi. Chunki oldi tarafdan kelgan bu shamol maydondagi avomning tar puroqlarini o'z biti akelgan edi. Bu xil puroq prezidentga xuddi o'z onasidan kelgan mazzilik tar puruqidek yoki o'zining buvoq bolasidan kelgan tatliq sut puruqidek bilinyotadi. Mana bu kishi o'z xalqining ochiq tar puruqini o'ziga xush puroq bilgan bu odam Tangrining Amerikaliklarga bergan katta bir mukofoti edi. Afsus, bu illiq mayin shamol purab qong'ili bo'lmaydigan tatliq puroqni akilish bilan birga yana bir shum narsani akilayotgan edi. Prezident kulimsirigincha so'z qilishga tamshilib, ikki qo'lini shundoq ko'tarishi so'l ko'kriga chimda qilgandek bo'ldi. So'l murisining ostidan, ya'ni so'l maydasidan qip-qizil qon bulduqshib etilib chiqdi. Prezident yiqildi.
Uning yiniga eng dastlab kelgani uning xonimi bo'ldi. Xonim shundaq hasrat bilan qattiq bir chirqirdiki, bu hasratlik ovozdan butun Amerika titrab ketdi. Prezident yiqilganda hech qanday og'riq sezmadi. Boshda uning ko'z oldi qorong'ulashib, bir narsani ko'rolmadi. Keyin xira bir yo'ruqlikni ko'rdi. Yo'ruqlik borgan sari kuchaydi. Prezident ko'zini tasda ichividi, onasining yonida kulimsirab turganligini ko'rdi. Balam, uyg'oning. Dadangizning keldigan vaqti bo'lgan chig'i, tug'ilgan kuningizga ko'p sovg'at akiladikan. Ana mehribonlik bilan uning peshonasiga suyib qo'yib, kichik hujurdan yenik dastlab chiqib ketdi. 3 yoshlik Neksun o'rnidan esnab uyg'onganda, ondan piltinglab yugurib chiqib tamoqqa tutish qilayotgan onasining putini quchoqlab olib, birdam erkilib olgandan keyin dadasining tezroq kelishiga taqozo bo'lib, uyning oldidagi kichik yo'lga chiqib saqlab turdi. Shu esnada bir kichik qara mashina yo'lning bo'yida to'xtab, ichidan 2 odam tushgunicha kichik balani mashinaga so'rab tortib chiqdi. Bala shuncha vaqirsimi buni hech kim anglamadi. U tovlidi, yig'lidi, tepchaklidi. Ular balani bozor sirtidagi bir xarobalikdagi tashlandiq uyga akeldi. Uyning o'ttirsida cho'ng bir ustal turadi. Ular balani ustalga yotqizdi. Andin qo'llariga ustira pichoqlarni elib, balaning yuragini sog'armoqchi bo'lishdi. Burni panoh kelgan bu ikki pakar odam aslida odam a'zolari sodisi qiladigan savdogarlarning yollanma nimkorlari bo'lib, bular Iroq eldagi adolat homiysi degan davlatdan kelgan oqqun munofiqlar edi. Padişahlık tüzümdeki bu devletning nomi garchi adolat homiysi bo'lsa-mu, biroq bu elde ne qonundan, ne adolatdan eg'iz ochqili bo'lmaydi. Bu el shundaq bir istibdodning qo'lida qolgan ediki, kimki xalqning adolatsizligi to'g'risida bir eg'iz gap qilsa, uning 3 avlodi, 2 eg'iz gap qilsa, uning 7 avlodi qirilib tashlandi deydigan qonun bor edi. Bütün dünyadaki a'zo ko'chirish operatsiyalarida ishlatilgan 10 odam a'zosining 9'i mushu adolat homiysidan keladi. Shunda qilib bu qitimliq roman anglitishimiz mushagichi bo'ldi.